Assalomu alaykum barchaga. Bu darsimizda qanday qilib mobilografiya orqali Instagramda istalgan biznes turini rivojlantirishni, noldan daromad qilishni yoki daromadingizni oshirishni o'rganamiz. Ko'pchilikda kuzatiladigan muammo nimadan boshlashni bilmaydi. Instagramga qanaqa kontentlar joylash kerak, Instagramni rivojlantirish, ko'proq prosmotr yoki obunachi yig'ib, qanaqa qilib sotuvga olib borish texnikasini bilmaydi va natijada Instagram profilini yuritmaydi va juda ham katta imkoniyatlardan qolib ketadi. Yoki ikkinchi turdagi odamlar bor, biznesi bor Instagramda va har xil SMM mutaxassislarini yolladi, SMMchilarni va natija bo'lmadi va oxiri charchadi. Ya'ni boshqa SMMchilar meni biznesimga mehr bera olmaydi deb va bular uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Va yana agar siz mobilografiya SMM sohasida ishlayotgan bo'lsangiz yoki ishlamoqchi bo'lsangiz, daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz va o'zingizning Instagram profilingizni ham rivojlantirib, yana ham ko'proq va qimmatroq mijozlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, bu video ham sizga foydali bo'ladi. Chunki bu darsimizda bugun sizlar bilan qanday qilib noldan istalgan biznes turini Instagramda kontentlar va videolar mobilografiya orqali birgina telefonimizda rivojlantirish sirini bilib olasiz. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Doniyor Abdug'aniyev 9 yildan oshiq tajribaga ega professional video guruhman. Shu sohada 9 yildan beri ishlab kelaman va hozirgacha 70 dan ortiq yirik xorijiy va milliy loyihalarda ishlab kelganman o'zimni soham bo'yicha. Hozirda ko'plab mijozlarimizga o'zimizni premium xizmatimizni ko'rsatamiz, Instagram profillarini rivojlantiramiz, bizneslariga auditoriyani maqsadli tanlab turib, maqsadlaridan kelib chiqib Instagramlarini rivojlantirib, daromadlarini, sotuvlarini oshirishga yordam berib kelamiz. Hammasini mana shu mobilografiya orqali, SMM orqali rivojlantiramiz va sizga ham buni o'rgatishga tayyorman. Hozirgi kunda erishgan natijalarim Toshkentdagi eng yaxshi biznes sentrda faoliyat olib boraman, parallel ravishda mijozlar bilan va bundan tashqari dars berib o'rgataman o'zimni sohamni va o'zimni soham orqali o'zimga yoqadigan mashina sotib olganman va birma-bir barcha orzularimga mana erishib kelyapman. Ana endi keling, qanday qilib istalgan Instagram profilini mobilografiya orqali rivojlantirish sirini men sizga noldan o'rgataman. Tayyor bo'lsangiz, yaxshilab o'rnashib olib, videoni e'tibor bilan tomosha qiling. Instagramga barchamiz kontentlar joylaymiz. Kontentlarimiz 2 turga bo'linadi. Yangi Instagram profil ochdingiz, siz 1 oydan 2 oy davomida foydali kontentlar ulashingiz kerak. Ya'ni bu o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha auditoriyangizga foydali kontentlar ulashib borasiz. Auditoriyaga qanchalik siz foyda bersangiz, prosmotrlaringiz ham shunga yarasha baland bo'ladi. Undan keyin ikkinchi turdagi kontentimiz bo'ladi. Sotuvga qaratilgan kontent. Ko'pchilik mana shu sotuvga qaratilgan kontentni qanday qilib tayyorlashni bilmaydi. Ya'ni auditoriyaga foydali ma'lumot ulashasiz, auditoriya sizni yo'nalishingizga, sizni biznesingizga qiziqdi, endi sizni mahsulotingizni va xizmatingizni yoki xizmatingizni sotib olmoqchi. Ana endi siz ularga sotuv videolari bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozir Instagramda 90% video qo'yiladi, video kontentlar. Siz birinchi o'rinda ko'pchilik xato qiladigan narsa kontentga ideya qilishni o'rganishadi, lekin chiroyli videoga olishni bilishmaydi, chiroyli montaj qilishni bilmaydi. Oxir oqibat zo'r qilgan ideyasini chiroyli videoda ko'rsatib bera olmagani uchun video o'sha odamni o'ziga yoqmaydi va videoni joylamaydi. Sizda ham shu muammo bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa kommentariyaga yozib keting. Zo'r ideya keldi, videoga oldingiz, videosi yoqmadi, chunki syomka qilishni bilmaysiz, montaj qilishni bilmaysiz. Birinchi o'rganadigan narsamiz har doim montaj qilishni o'rganishdan boshlang. Chunki montaj qilishni o'rganganingizdan keyin syomkada, ya'ni tasvirga olayotganda kontentingizni zo'r ideyalar kelishni boshlaydi. Agar tasvirga olishni o'rganishdan boshlasangiz, o'sha montajda ideyangiz bo'lmaganligi uchun yana bu sohani tashlab qo'yishingiz mumkin, qiyinchilikka duch kelishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi montajni qanaqa qilib tez o'rganib olsangiz bo'ladi. Bu narsalarning hammasini siz 1,5 oy, 2 oy ichida bemalol zo'r o'rganib olsangiz bo'ladi. CapCut dasturini yaxshilab o'rganib oling va parallel ravishda Captions dasturini, shu ikkita dasturni yaxshilab o'rganib olsangiz, siz Instagramga istalgan turdagi kontentlarni tayyorlay olasiz va barcha qilgan videolaringiz o'zingizga yoqishni boshlaydi. Shu programma universal. CapCut dasturida biz asosan videolarni montaj qilamiz, rang beramiz, effektlar, animatsiyalar, xohlasangiz tekstlar bilan boyitib hamma ideyalaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Undan so'ng Captions dasturida bo'lsa, biza tomoshabin kontentingizni oxirigacha ko'rish uchun, e'tibor bilan ko'rish uchun professional subtitrlarni yozib
chiqasiz va bo'ldi, sizda video tayyor. Ana endi undan keyin siz o'rganadigan narsangiz chiroyli tasvirga olishni telefonda o'rganish kerak. Telefoningiz oddiy tasvirga olsangiz, xira tasvirga olsangiz, hozir masalan siz Instagramda biznesingiz premium darajada, odamlarga seryozni chiqmoqchisiz, qimmat videolar bilan chiqmoqchisiz, lekin xira video olib qo'ysangiz, arzonchi video olib qo'ysangiz yoki bilimingiz bo'lmasa, boshqalarga ham bu ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Shunga yarasha sizga o'rta segmentdagi auditoriya kelishni boshlaydi. Premium segmentdagi fikrlashi yuqori bo'lgan auditoriyani, maqsadli auditoriyangizni yig'moqchi bo'lsangiz va mahsulotingizni o'sha odamlarga reklama qilmoqchi bo'lsangiz, siz chiroyli va professional videolarni tasvirga olishni o'rganishingiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi iPhone telefonimiz. Hop, iPhone 13 Pro Max'dan yuqori modellari bo'laveradi chiroyli video olishimiz uchun. Ana endi keling, men sizga video olish bo'yicha life hack aytaman. Birinchi bo'lib, hayajonni yengishingiz uchun, davleniya kam bo'lishi uchun bitta xona tayyorlang va xonada o'sha 2-3 kishi syomka qilsin, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan. Atrofda chalg'ituvchi omillar bo'lmasin. Ko'chada tasvirga olsangiz, siz hayajonlanishingiz mumkin bo'ladi. Xonaning ichida o'tirib kontentingizni ishlashni boshlaysiz foydali ma'lumotni. Telefonimiz kamerasiga kirib 2x kameramizda syomka qilamiz va kontentimizni 4K 30 FPS formatida syomka qilamiz va kamera nastroykamizdan HDR, HDR ni o'chirib qo'yib syomka qiling. Mana shu Reels formati hisoblanadi. Ana endi istoriyaga video qo'ymoqchi bo'lsangiz, HD formatiga qo'yasiz va 60 FPS formatida syomka qilasiz. Bularni eslab qoling, sizga kerakli bo'ladi. Va ikkinchi syomka qiladigan lokatsiyamiz mashinamizning ichi bo'lishi mumkin yoki bildik alohida xonamiz yoki uyimiz. Eng zo'r kontent boshlash uchun joy, hech kim yo'q ofisimiz. Ya'ni tashqaridan boshqa birov ko'rib, bizga boshqa ko'z bilan qarash kerak emas, ustimizdan kulish kerak emas, kontent ishlayotganda uyalishimiz kerak emas. Oldingizga o'zingizni qo'llab-quvvatlaydigan kamida o'zingizni, sizni qo'llab-quvvatlaydigan kamida bitta o'rtog'ingizni sherik qilib oling. Ikkinchisi, mashinaning ichida kontent ishlasangiz bo'ladi, kamerani o'zingizga qaratib turib, bunda hech kim bo'lmaydi atrofingizda, bemalol kontentlarni bosaverasiz. Va uchinchisi, o'zingizni uyingizda ishlasangiz bo'ladi. Обязательно bitta chiroq oling, bitta chiroqni 45 gradusda yuzingizga tashab turib kontent ishlashni boshlang va montaj qiling. Ana endi uchinchi o'rganadigan bilimimiz, demak, birinchisi montaj qilish bo'ldi, ikkinchisi chiroyli tasvirga olish, uchinchisi bu kontentlarimizga ko'p prosmotr yig'adigan va auditoriyani jalb qiladigan ssenariylarni yozish. Buni qanaqa qilib amalga oshiramiz? O'zimizni sohamizdan kelib chiqib, birinchi bo'lib kelinglar. Keyin sun'iy intellektda ham hozir amalga oshirsa bo'ladi. Bu yo'lini ham sizga aytib ketaman. Sizni biznesingizda, sizni yo'nalishingizda, sizni sohangizda mijozlar tomonidan eng ko'p beriladigan 20 ta yoki 10 ta savolni aniqlab olasiz. Mijozlar tomonidan beriladigan 20 ta, agar 20 ta chiqmasa 10 ta savol. Sizlardan nimaga narxi qimmat, mahsulotingiz sifatlimi, yetkazib berish xizmati bormi, tekshirib ichini ochib ko'rsa bo'ladimi? Har xil savollar bo'ladi masalan. O'sha savollarga javob berib chiqasiz kontentingiz orqali. Bitta savolga 2 xil tarzda javob bersangiz bo'ladi, 3 xil tarzda javob bersangiz bo'ladi. 10 ta savol yig'gan taqdiringizda sizda 15 tadan 20 tagacha kontent tayyor bo'ladi. Bu eng muhim qismi hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha mijozlaringiz bilan kasdev jarayoniga ham kiradi, bu analiz jarayoniga ham kiradi. Undan keyingi qiladigan ishingiz raqobatchilaringiz Instagram sahifalarini kuzatasiz. O'zbekistondagi raqobatchilaringizni kuzating. Instagramini rivojlantiryaptimi? Rivojlantirmayotgan bo'lsa, demak, bundan ideya ololmaysiz raqobatchingizdan. Agar Instagramga kontentni qo'yyapti va qaysidir kontentlari 500 ming prosmotr, 1 million prosmotr yoki undan baland bo'lsa, o'sha kontentlarni ko'rib analiz qiling, auditoriyaga nima qiziq bo'lyaptiki, shunaqangi ko'p prosmotr yig'di sizni yo'nalishingiz bo'yicha. Va analiz qilib turib, ideyalarni olib, o'zingizga ham qo'llashni boshlaysiz. Agar o'zi O'zbekistonda kontent qilayotgan, Instagramni rivojlantirayotgan raqobatchingiz bo'lmasa, Rossiya yoki chet eldan mana shu Instagram orqali poisk berasiz, o'zingiz yo'nalishingiz orqali. Hozir yangi funksiyasi chiqqan Instagramdan qidiruv bo'limiga masalan, o'zingizni biznes turingizda restoran deb yozsangiz, o'shani kirilcha yozsangiz, ruscha kontent chiqadi, inglizcha restorant deb yozsangiz, inglizcha ko'p prosmotr yig'ayotgan kontent. O'zbekcha yozsangiz, o'zbekcha kontentlar chiqadi. Bu orqali mana ideyaga hozir cheklov yo'q. Bundan tashqari trend C
Io sayti orqali ham siz xuddi shunaqa qidiruv bo'limiga berib, ko'p prosmotr yig'ayotgan kontentlarni topib qo'llasangiz bo'ladi. Va eslab qolamiz, kontentimiz boshida auditoriyani muammosiga yechim beradigan foydali ma'lumotlar bo'lish kerak va ikkinchisi 1 oy, 2 oy davomida auditoriya bilan suhbatlashib, foydali ma'lumotlar ulashganingizdan so'ng istoriyada suhbatlashsangiz bo'ladi, Reels'da ham suhbatlashsangiz bo'ladi. Auditoriyani Instagramdagi kommentariyadan tushgan savollarga ham javob berib ketaverasiz kontentda. Undan keyin sotuvga yo'naltirilgan kontent обязательно har oy 5 tadan 8 tagacha sotuvga yo'naltirilgan kontentlarni ishlaysiz va alohida targetga yoqib qo'ying. Instagramingiz faqat sizga foydaga ishlaydi. Hozir ham raqobatchilar ko'p emas Instagramda. Hozir ham ko'pchilik sinib qolyapti, nimadan boshlashni bilmaganligi uchun. Shuning uchun hozir eng boshlaydigan vaqti. Agar siz daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, natijaga tezroq chiqmoqchi bo'lsangiz, hali ham Instagramingizni professional rivojlantirmagan bo'lsangiz, mana sizga qisqa yo'lni aytyapman. Montajni o'rganing, telefonda chiroyli tasvirga olishni o'rganing, mobilografiyani zo'r o'rganib olib, kontentlarni professional tayyorlang. Hamma video birinchi o'rinda o'zingizga yoqsin, undan keyin o'zingizga yoqqan narsa auditoriyaga ham yoqadi. O'rtoqlaringizga ham ko'rsatib chiqasiz va Instagramga joylab ketaverasiz. Va ideyalarni ham endi chiroyli qilib, kuchli ideyalar qilsangiz, prosmotrlar ham baland bo'ladi. Va buni o'zi yetarli bo'lmaydi. O'rtoqlar, agar sizlar chiroyli video qilgan bo'lsanglar, ideyalar ham kuchli bo'lgan bo'lsa, lekin Instagram sizga daromad olib kelmayotgan bo'lsa, demak siz qanaqa qilib sotuvchi videolarni tayyorlashni bilmaysiz. Sotuvchi videolarni chiroyli qilib tayyorlashni ham o'rganib olishingiz kerak bo'ladi va uni alohida targetga ham yoqib qo'ying. Instagramingizga sotuvchi videolarni qo'ymang postlarga. Bir oyda bitta ikkita qo'yishingiz mumkin uzog'i. Uni alohida targetga yoqib qo'yishimiz kerak Instagram meta orqali. Ana o'shanda sizning Instagram profilingiz polniy o'zingizga foyda olib keladigan bo'lib ishlaydi. Mana ko'pchilik qilayotgan xato, sotuvchi video qilmayotgani uchun Instagram profilini yopib yuboradi, unga pul tikmaydi, ishlamay qo'yadi. Shuning uchun agar siz hali Instagram profilingizni rivojlantirishni boshlamagan bo'lsangiz, o'zingizni biznesingizni Instagramga olib o'tmagan bo'lsangiz yoki to'xtatib qo'ygan bo'lsangiz ma'lum bir sabablarga ko'ra, hozirdan mobilografiyani o'rganishni boshlang va Instagram profilingiz uchun, biznesingiz uchun chiroyli ideyalarni qilib, hozir o'rgatganimdagi bugundan Instagram profilingizda biznesingizni rivojlantirishni boshlang. Chunki hozirda raqobatchilar ko'p emas, kam. Raqobatchilar bor edi, men kuzatib kelaman anchadan beri va ko'pchiligi sinib qolgan. Instagram orqali daromad qila olmagani uchun Instagram profilini hozirda rivojlantirishmaydi, chunki ular qanday qilib foydali kontent qilishni, prosmotrlar yig'ishni va sotuvchi videolarni qanaqa qilib amalga oshirishni Instagram sxemasini to'g'ri tushunmaganligi uchun to'xtatib qo'ygan. Hozir boshlasangiz siz juda ham ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Shuning uchun o'rgangan bilimlarimizni bugundan qo'llab, o'zingizdan bemalol mustaqil mana rivojlanishni boshlayman. Juda ham xursand bo'laman. Men hozirgacha 800 ga yaqin o'quvchilarga dars berib kelganman, o'zim bilimlarimni o'rgatganman va kuzatishlarim davomida ko'pchilik o'zi mustaqil o'rganishga irodasi yetmaydi, dangasalik qiladi va ortga surib yuraveradi. Ortga surgan odam doim o'rtoqlar, men aytaman, kech qoladi. Ko'pchilik holida doimiy ravishda uni nazorat qilib turadigan inson bo'lishini, xatolarni aytib turadigan ustozi bo'lishini xohlaydi. Agar sizda ham shu muammolar bo'layotgan bo'lsa, ya'ni dangasalik qilsangiz, ortga surib yursangiz, sizni nazorat qiladigan inson bo'lmasa, bir o'zingiz yolg'iz qolib ketgan bo'lsangiz yoki vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, siz uchun zo'r yangilik tayyorlab qo'ydim. Men yaqin orada o'zimni offline dasturimni boshlamoqman va men 45 kun davomida, ya'ni 1,5 oy davomida o'quvchilarga shaxsan o'zim nazorat qilib, ularning maqsadi ustida birgalikda ishlaymiz. Ya'ni mobilografiyani professional tarzda o'rganib, Instagramlarni rivojlantirishlariga shaxsan o'zim nazoratimga olib, yordam berib, xato kamchiliklarni aytib, natijaga chiqqunlaricha birgalikda yonligida turib beraman. Bu offline dasturimga hammani ham qabul qila olmayman. Birma-bir suhbat qilib, sizga o'zi bu soha to'g'ri keladimi, o'ta dangasa inson emasmisiz va birma-bir gaplashib turib, sizni maqsadingizni o'rganib turib, agar sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, sizga to'g'ri maslahatlarni berib turib, keyin qabul qilamiz. Va agar siz 1,5 oy davomida meni nazoratim ostida offline dasturimda tahsil olmoqchi bo'lsangiz, hozirroq mana pastda link qoldirganman, forum, Google forma qoldirganman, kirasiz.
Ism, familiyangiz, telefon raqamingiz va formani to'ldirib chiqasiz. 30 sekund vaqtingiz ketadi va siz bilan tez orada aloqaga chiqib bog'lanamiz, suhbatlashamiz va birma-bir ko'rishib konsultatsiyaga ham mana chaqiramiz. Bilasiz, hozirgi kunda zamon talabidagi bo'lgan bilimlarni, kasbni, yo'nalishni o'rgatyapman va bu bilimlarni o'rgangan inson ertaga 10 baravardan 100 baravargacha foydasini ko'radi. Buni siz ham tushunib turibsiz. Va hozirgacha offlayn dasturimda ko'p o'quvchilarni o'qitganman va o'quvchilarim fikrlari barchasi ijobiy va qisqa muddatda katta natijalarga erishib kelishyapti. Buni men sizga mana shu darsligimizni oxirida hozir o'quvchilarimning fikrlarini ham qo'yib yuboraman, qisqacha tanishib chiqasiz va barcha qiziquvchilarni kutib qolaman. Qisqa vaqt ichida men bilan birga natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link ustiga bosasiz, formani to'ldirasiz va siz bilan tez orada bog'lanib, sizni yo'nalishingizni konsultatsiya qilib beramiz. Barchaga omad. Qalb kasbini topdim. Oilali ayolman. Hozirgi paytda qancha daromad qilasiz? Hozir mingdan o'tadi. Yoshing katta, o'zingga yosh ish qilsang bo'lmaydimi? Ko'pchilik tushunmadi. U negativlarga ahamiyat bermadim. Egizaklarim bor. Ular hali 8 oylik edi. Egizaklarim o'rtasida, beshikda o'rtasida dars qilardim. Даже tonggacha dars qilardim. FM mobilografiya agentligini ochdim. Obyektlarim bor. 4 ta bilan ishlayman. O'quvchilarim ham bor. Ikkita qizalog'im bor. Depressiyalar bo'lib yurardi. 10 mingta obunachi keldi. Shuni orqasidan 3 ta proyekt oldim. 1 yilga borganiyo mashina oldim. 7 ta 8 ta taniqli brendlar bilan ishlayman. Bu sohani orqasida men shaxsiy biznesim bor. O'zligini kiyim magazinligini ochish. Birinchi kelganimda 5000 ta edi obunachim. Hozirgi kunga kelib 96 mingta bo'ldi. Prosta bomba qilardik. Bugungi kunda 81 ming obunachim bor. 3 kunda 60 ming bo'lib qo'ydik. 5 tadan ziyod proyektim bor. Daromadim $1000 oshiqroq. $1000 oshiq daromad qilyapsiz hozir. Hozirgi vaqtda plus minus bilan $1500. Oxirgi gaplashganimizda $1000 ga chiqdilar. Uje $1500 ga chiqibdilar. Har haftasi 2 milliondan bo'ldi. Har haftasi 2 milliondan. 4 haftada men uje birdan 10 million so'm. Eng asosiy loyihalarimdan biri xususiy maktabda o'sha media bo'lim rahbariman. Ko'ziga fantastika bo'lib ko'rinishi mumkin. Hozirgacha 50 dan ziyod proyektlarni ishlayman. Hozirgi paytdagi proyektlarimga hattoki ulgurmay qoldim. Darsni boshlaganimda oyda o'rtasida uje proyektlar olish boshlangan men. Bitta ikkita bilan boshlangan, summasi $300 dan boshlangan. Birinchi proyektim $300 ga chiqqan. 20 ta proyekt bilan ishlashga ulgurdingiz hozirgacha, to'g'rimi? Lekin 4 ta 5 ta yana kutayotganlar bor. Shu kursni sotib olishimdan to hozirgi vaqtgacha bo'lgan muvaffaqiyatlarimni sababchisi shu ustoz, shu kishining bilimlari va tajribalari asosida men professional mobilograf darajasigacha yetisha oldim. Va kamera tugul odamlar bilan gaplashishda, muloqot qilishda menda qo'rquv bo'lgan. Animatsiyalarni mana telefonning o'zida amalga oshirib, mana shunaqangi videolarni tayyorlab beryapti. Hozir masalan men ham aytib qo'ya olmayman. Dars davomida o'rganadigan juda ko'p narsalar bor.